Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi va shoir Usmon Azimning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Usmon Azimov 1950-yilda Surxondaryo viloyatining Boysun tumanida tug'ilgan. 1972-yilga kelib Toshkent davlat dorilfununi tugatgan. So'ngra sobiq Sovet armiyasi saflarida xizmat o'tagan. U dastavval jurnalist sifatida Respublika radiosida, bir qator ro'znoma va oynamolarda, nashriyotlarda faoliyat ko'rsatgan. Hozirgi kunda esa Respublika Prezident devonida davlat maslahatchisi lavozimida ishlab kelmoqda. Usmon Azimov shoir sifatida 70-yillarda matbuotda ko'rina boshlagan. 1978-yilga kelib shoirning birinchi to'plami Insonni tushunish nomi bilan nashr bo'lgan. Shundan so'ng uning Ketma-ket halol 1979, Oqibat 1980, Отражение 1983 kabi she'riy to'plamlari chop bo'lgan. Usmon Azim yaratgan o'nlab to'plamlarga kirgan she'rlar, dostonlar, yorqin tuyg'ularga, ifodalarga boyligi, jo'shqin va jozibadorligi, shiddatkor va da'vatkorligi, goh g'amgin, goh beg'ubor erkalovchi ohanglari bilan kitobxon qalbidan joy oladi.